Hammaga assalomu alaykum. Zakazlarimiz yetib keldi. Labovoy Ducati Panigale V4 oppoq labovoy o'zlarida qora ekan, oq qalmashtiraman dedilar. Kachествоsi yaxshi, bukilishi sinib ketmaydi. Поворотник kelgan, ikkita поворотник, krilo, rastrelnik kelgan, ikkita bu ham ikkinchisi. Kalotka kelgan. Brando kalotka. Upakovkani yaxshi qilishgan ekan. Oldi kalotkasi. Brando Yamaha MT10 ga. Yana 3 коробка kelgan. Kawasakiga. Past qismi va tepa qismi. Bu zinaleti ichida termasi ham bor, uni yechib taqsa bo'ladi. Zashtikalari ichiga taqiladi. Buni boshqa ishlama yo'q. Kimga shunaqa zapchasti kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Narxlarni xudo xolasa arzonroq qilib beramiz. Bu tovarlarimizni 7 kundan 10 kungacha, hop, klient pul tashib bergandan 10 kun o'tganda keldi. 10 kunda o'pishi keldi Toshkentga.